O'zbekistonimiz endi mustaqil bo'lib, ajralib, o'zi erkini topa boshlaganda bizlarga har tomondan qisuv bo'ldi. Butun atrofdagi davlatlardan hech narsani, masalan, iqtisodiy aloqalarda to'xtatildi. Har kim o'ziga qaratib olishni istadi. Shunday bir vaqtlarida muammo bo'lib qoldi. Men kecha bir donning bir boshlig'i bo'lgan viloyatdan Rustam aka degan bilan ham ancha suhbat qilib o'tirdim. Mana pensioner gapirib yig'lab o'tiribdi shu holatlarni. O'zi bo'lmagan, masalan, o bir kurskadan berilib, men bolalarim ham mana o'zimni qo'zg'orimda nima deydi, kovlab, olovda qandaydir qovurganday qilib kuydirib yedirganman. Endi bir qaranglar, yoshlar atrofga, zamondoshlar, vatandoshlar, qaranglar, hozir bir daraxtga osib qo'yibmiz, ortib qo'yibmiz, mol boqyapmiz o'sha qoldiqlar bilan. To'g'ri emasmi? Hamma yerda unga qaramay, magazinga kirganlar unga qaramaydi. Oldin kirganlar un bormi deb kirardi. Un bormikan degan maqsadda magazinga kiritilgan. Hozir bitta aytyapman, kunigina kecha meni qizimning o'zi bitta Spark minib yuruvdi. Dadadagi Kia Sonata olib kelibdi. Dada bu palon bo'lmaydi. Velosipedlarni ish qayerda edi? Boshqa edi. Endi shunday bir to'qchilik bo'ldi, boshqa bo'ldi. Xudo xolasa oldin deydi iqtisod deydi, keyin siyosat deydi. Qornimiz to'q bo'lgandan keyin asta-asta hamma tomonlama tushunib rivojlanamizda, rivojlanyapmiz ham, sportimiz ham, boshqasi ham. Xudo xolasa ilmimiz yuqori darajada ketdi. Qancha bir jahon ilmiy bilmiy musobaqalarda g'olib bo'lib boryapmiz. Ishqilib bizni masalan ilmimiz borgan sari mahkamlashib bormoqda. Bu katta bir sharaf-ku, Allohning ajri-ku. Endi shunda qornimiz to'yib boryapti, biz chiqalashga tushishimiz kerakmi? Kirizlashga, ana ularga imkon berishimiz kerakmi? Chetda turgan vatanparvarlarga, boshqalarga. Tuprog'ini o'pib qadriga yetaylik. Mana dindan ham gapirdi bir go'zalligi ayol chiqib, singlim kelib qarang o'zi Ismoil otani. Shu kimlar sharofatidan bo'lib turibdi. Albatta prezidentlarimiz, rahbarlarimizni masalan nima ko'rsatganidan, shu intilganidan, e'tiboridan, hamma qadamdan mahallada ikkitadan masjid bo'lib turibdi. Uyat emasmi bu gaplarni gapirish? Qur'onlarni taqiqlanadi. Qanaqa Qur'on taqiqlanadi? Qur'onni o'zi oladigan odam qolmay qoldi, topilmayapti. Har qadamda Qur'on sotilsa, har qadamda so'rasangiz bir kunda lof gap aytmayman. 20 ta 30 ta tekinim olib keladi. Sarv masjidga kirib, men Qur'onni o'rmoqchi, duo qiladi yana shu insonlar. Ular Alloh rozi bo'lsin deb boshqa qilib. Bu gaplar nima kerak? Bu ochiq buzg'unchilikda nimasi-ku, to'g'rimi? Shundan kelib chiqib ozgina qadrimizga yetaylik, qadrlaylik, borimiz shuncha berilgan shukr qilaylik. Oldinlari nima yubkani kiyib olardidagi esir vaqtlarida shu bitta nimada tursikchada ayollar yurardi. Hozir hijobda boshqada yurib bir zamonaviy o'zimiz udumlarimizga qaytyapti. Yana nolishlar bo'lishqanday. Oldin bitta uzun ko'ylak kiyib kelsa, "Ma sen bunaqa qilib kelding" deb turib taqirlashgan, boshqa qilishgan. Ozgina bir ko'zga qarab gapirganda o'ylab gapiringlar. O'sha qizlardan bir namoqul nimalarga, aql odobga tortgan o'sha Yevropa holatlari bo'lmadimi? Biz vaqtincha bo'lsa bo'lgan qaramlarimiz asorati emasmi?